Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sizlar bilan o'zbek tilida bo'lgan mim harfini o'tamiz. Ya'ni o'zbek tilida ham bo'lgan, arab tilida ham bo'lgan. Mim harfining yozilishi juda ham oson. Bitta nuqta dumaloq va pastga qarab tushamiz. Xuddiki bir insonning hassasi kabi, asosi kabi. Mim harfini yozmoqchi bo'lsak, bosh ko'rinishini kesib olamiz. Bosh ko'rinishini yozdim va davom etdim. O'rta ko'rinishini yozmoqchi bo'lsangiz, shunga diqqat qiling. Keladi, dumaloq yozganingizdan keyin yonga qarab o'tamiz. Bu ko'rinish xato hisoblanadi. Ayn yoki fa harflariga o'xshab qoladi. Oxirgi ko'rinish esa o'zining asli ko'rinishi bor edi-ku. Shuni o'zini olib o'tsak kifoya. Mana asli ko'rinishni olamiz. Bu yerga olib kelib qo'ydik. Oson. Hop. Davom etamiz. Harflarni har bittasini yozib chiqasizlar o'zingizlar, alifdan to mimgacha bo'lgan harflarni va shu asosda so'zlar tuzasizlar. Men sizlarga u narsani ko'rsatib o'taman. Mim juda ham oson. Maqomun misol uchun. Maqomun bosh ko'rinishi va oxirgi ko'rinishi. Yoki maf yu bo'lsin. Mafyu tarzda o'tilgan harflarimizda hop cho'ziq unli hisoblanadi. Mafyu tarzda yoki o'rta ko'rinishlarimizda so'z berishimiz mumkin. O'zbekchaga yaqinroq bo'lgan qalamtarosh degan so'z keldi, lekin ko'p bo'lib ketar ekan. Qomar. Mana qomarun kalimasi. M'ning o'rta ko'rinishi. Xo'p. O'rtadagi yana bitta ko'rinishligi kamtar. Kamtar inson ya'ni. Kamtar tarzda. Oxirgi ko'rinishligi alamun. Qaranglar, ajoyib narsa. Shu yerda bir mo'jiz narsa bor. Buni ilmun desangiz ham bo'ladi, alamun desangiz ham bo'ladi. Ilmun siz ilm, alamun desangiz belgi, bayroq degan ma'no bo'ladi. Bu yerda biz alamun deylik. Keyingisida karimun. Karimun. Ma'ning oxirgi ko'rinishlari. Sizlar bu qisqa so'zlar bilan cheklanib qolmang. Bugun kungacha, mimgacha taxminiy 23 ta harflarni o'tib chiqdik. 23 ta harflarimiz ishtirok etgan erinmasdan har bitta so'zlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun bularni hammasini chekkaga olib qo'yadigan bo'lsak, bakun mana o'chiraylik. Sizlar ketma-ketlikdan boshda alifmi? Amrun. Yana alifdan so'z bormi misol uchun? O'shani yozasizlar. Yoki birinchi alif amrun bilan, keyingisi b, bam, bemaza misol uchun. Bimaza. Nima so'z bu? Arabchami, o'zbekchami, ruschami? Arabchada yozsangiz bo'ladi. Shuni har bittasini yozib, o'qib, o'zingizlarning ustingizda ishlashinglar kerak bo'ladi. Arab tilini o'rganishda davom etamiz. Salomat bo'ling.